Men Sherali Jo'rayev nimaga birinchi raqamli deyman? Chunki ovoz juda yoqadi. Masalan, u odam ashula aytish shart emas-da. Gapirsa ham ovoz dahshat. Masalan, mana bu qo'shni xonadon ham assalomu alaykum desa ham endi men har bir o'zbekcha shu odam ovozdan chiqish kerak deb o'ylayman. Shudir, ovoz dahshat. U balkim mana choyxonamiz bor, talashib qolamiz bittasi bilan. Unaqa notaga tushmaydi. Bir balalar deydi, notaga tushib turib, ovozing o'zi bo'lmasa, masalan, men shu ovoz bilan notaga tushamanmi? Bilmayman, bir nimalarga tushganim bilan nima foydasi bor? U ana notaga tushib qolsa, davlatlarning nima foydasi bor? U Sherali Jo'rayevdan ovoz dahshat. Nota kerak emas dedi. Nota kerak emas-da. U nota tushsa kerak bo'lsa. Karvon desa bo'ldi-da endi. Shunga yorqin misol aytib beraman sizga. Bitta mashhur, O'zbekiston juda mashhur hofiz aytib bergan, men bo'lgan, o'zim eshitganman. To'yga bordik dedi. To'yda aytib turibmiz, soat 11larda xalqda pul qolmaganini bildim dedi. Qistirishga. Umuman tugadi. Pay sherik kelib qoldilar dedi. Dedi, ashula aytmadilar dedi. Bu iflos xalqda pul bor ekan. Shuni uyg'onib, boshqalarni deb turibdi deyapti. Voy aldoqchilar dedim bu. Tan olib gapiryapti-da. Bular mudrab o'tirgan ekan, menga mudrab o'tirgan ekan dedi. Lekin hamma narsani terib olib ketdilar dedi. Ovoz bilan urib ketganda.